Assalomu alaykum yurtdoshlar. 6 kilogrammlik artel kir mashinasini tuzataman. Videoni oxirigacha ko'ringlar, erinmasdan. Agar kim tuzatishni o'rganaman, o'zim tuzataman desa, ko'rsin. Obunachilarim ko'pchiligi o'zlari tuzatib o'rganishibdi. Yaxshi. Ustachilik ham qilayotganlar bor ekan. Menga ko'p telefonlar qiladi. Sizdan o'rgandim, rahmat deb telefon qiladi. Gapni ko'paytirib o'tirmayman, oxirigacha ko'rsangizlar tushunib olasizlar. Bunga qo'yamiz, motor qo'yamiz, sig'adigan tomonni motorini, reduktor qo'yamiz. Keyin mana bu quloqlarni, knopkalarni, burag'ichlarni qo'yib chiqamiz. Yangisini olib keldim. Suv chiqaradigan nasos ham qo'yamiz. Mana shularni ko'rsataman. Hozir mana sig'adigan tarafiniki ishlamaydi. Keyin mana sleeve ishlamaydi. Anchadan beri yotganda bu kir mashina chang bosib. Keyin mana yuvadigan taraf. Reduktori ketgan buni ham. Mana shunday. Bunga reduktor qo'yamiz. Mana shu joyini ham bir ko'rsatib o'ting. Ichi yaxshi. Mana sig'adigan tarafini motori zang bosib yotibdi. Obmotka zanglab chirib ketgan. Aylanmaydi, qotib qolgan. Keyin mana suv chiqaradigan nasos. Ana shuni qo'yamiz. Mana ishlatib ko'rsataman. Kimnikini ovozi shunday baland chiqsa, reduktor ketgan bo'ladi yoki mana bu disk aktivator ketgan bo'ladi. Shlitsalar yedirilib ketgan bo'ladi. Ana shuni almashtirasizlar.